yangi qo'shamchilik biz Shoh hozir bu qishloqda bo'ladigan konsertdan keyin vodiyga o'tib ketishimiz kerak. Ertalabmi konsert? Ha, ertalab konsert. Undan keyin ikkita tadbir bor yana. Ulguramiz. Ancha xat kelgan mana muxlislardan. Samarqanddan kelibdi, Buxorodan kelibdi, mana Qashqadaryodan ham bor. Mana bunisi vodiydan ekan. Shoh biz boradigan qishloqdan ham xat kelibdi. Yo'q-e? Ha, mana. qani Shuhrat aka o'qing eshitaylikchi. Hozirda. Assalomu alaykum Shohjahon aka. Meni ismim Muqaddas. Olis bir qishloqning Oddiy bir qiziman. Bilasizmi? Yaqinda qishlog'imizda xayriya konserti uyushtiriladi. Agar imkon topib shu konsertga kelsangiz, boshim osmonga yetgan bo'lardi. Chekka bir qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab o'rgan qiz kunduzlari yashab osol uyida tungi tushlarida meni ko'rgan qiz chekka bir qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab o'rgan qiz kunduzlari yashab osol uyida tungi tushlarda meni ko'rgan qiz ko'zlaring qora chig'laring bir zum xayollarda qolsan etasan quralay ko'zlaring qora chig'laring bir zum xayollarda qolsan etasan seni o'z holingga qo'ymaydi bari jonginam bosh olib qayga ketasan seni o'z holingga qo'ymaydi bari jonginam bosh olib qayga ketasan chekka bir qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab o'rgan qiz kunduzlari yashab osol uyida tungi tushlarda meni ko'rgan qiz aylangan dünya senin misalingdan umid uzmayman chekka bir qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini